arkadaşlar, sizler bilan Reverchek. Men bugun eski chaqda Let's Play'imizni ikkinchi videomizni qismiga hoş geldiniz. Men o'tgan qismda uy suratini yasagandim. Yo'q, boshlamang. Dekabrgacha men 50 ta bo'lmoqchiman. Chunki 28 dekabrda men tug'ilgan kunim bor. Menga katta sovg'a bo'ladi. Kim menga obuna bo'lgan daraxt qidirish azob. Ya'ni ko'chada ham tushayotgani yo'q. Oddiy daraxt tugul, mana bunaqa archali daraxtni ko'chada ham tushgani yo'q-da. Shunaqa alam qildi lekin. 16 ta bilan nima qila olaman? Layerni bitirsam, bu yoqqa qo'ysam, bu bloklar yasaveraman. Ishimda boshqacha daraxt bor-ku deyishlar mumkin. No. Ikki xil bo'lib qolmaydi-yu. Keltiribdi. Asabi buzib odammi? Bolalar, bu videosi kecha chiqish kerak edi. Ayrim muammolarga ko'ra bugun chiqardim. O'zi bugun ham chiqara olmasligim mumkin edi. Bu muammoni men o'zim Telegram kanalimda aytib o'tdim. Kanalimning nomi Rever. Leverchek degan kanal ochganim yo'q. Shuning uchun nima desa bo'ladi?
Barchaga tomosha uchun addushi rahmat. Sizlar bilan Reverchik bo'ldi. Sog' salomat bo'linglar.